Top 3 telefon uchun futbol o'yinlari yangilangan reytingda sizdan bitta like va obuna. Men esa boshladim. Reytingning 3-o'rnida Dream League 2026 o'yini. Ushbu o'yin juda ham ajoyib futbol o'yinlaridan biri bo'lib, bu o'yin Android va iPhone uchun ishlab chiqilgan. Ushbu o'yinni nomidan bilganingizdek, orzungizdagi komandangizni mana shu o'yinda qursangiz bo'ladi. Ya'ni o'yinga kirasiz, o'zingizga mos bo'lgan komandani tanlab, yaxshigina turnirlarda ishtirok etib, soqqani qilib, turli xil transferlarni amalga oshirsanglar ham bo'ladi. Endi o'yinning grafikasiga keladigan bo'lsak, ozgina ko'zimga yosh keladi. O'yinning grafikasi yaxshi ham emas, yomon ham emas, ya'ni o'rtalik qilib ishlab chiqilgan. Ushbu o'yinning eng zo'r tomonlaridan biri o'yinga do'stingizni taklif qilib, birgalikda mazza qilib, set qilib ham o'ynasangiz bo'ladi. O'yin juda ham zo'r, mazza qilib o'ynaysizlar, albatta, bemalol slabi telefonlarda ham o'ynasangiz bo'ladi. Ikkinchi o'rinda esa kutilmaganda eFootball PES 2026 o'yini. Ushbu o'yin ham juda ham ajoyib futbol o'yinlaridan biri bo'lib, bu o'yinda siz o'zingizga mos bo'lgan komandani tanlab, turli xil turnirlarda ishtirok etsangiz bo'ladi va bundan tashqari do'stingizni o'yinga qo'shib birgalikda set qilib ham o'ynasalar bo'ladi va albatta o'yin onlayn ravishda o'ynaladi. O'yinning grafikasi prosta realni dahshat qilib ishlab chiqilgan, mazza qilib o'ynaysizlar va agar mabodo pullaring ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'yinga donat qilib turli xil futbolchilarni sotib olsanglar bo'ladi. Birinchi o'rinda esa kutilmaganda sensatsiya FIFA Mobile o'yini. O'sha siz bilgan PlayStation'dagi FIFAning mobilni versiyalaridan biri va nihoyat FIFA telefon versiyada birinchi o'ringa chiqib oldi, chunki oxirgi yangilanish prosta nerealni ishlab chiqildi. Xullas bu o'yinda ham siz o'zingizga mos bo'lgan komandani tanlab, turli xil turnirlarda ishtirok etishingiz kerak, monetani qilishingiz kerak va bundan tashqari pulingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'yinga donat qilib, mazza qilib futbolchilar paklarini ochib, komanda sostavingizni kuchaytirsangiz ham bo'ladi. O'yin prosta nerealni qilib ishlab chiqilgan. O'yinning eng zo'r tomonlaridan biri o'yinni o'ynayotgan paytingizda shahlovchining ovozini prosta eshitasizlar. Futbol ko'rayotgandek mazza qilib o'ynaysizlar. Ayniqsa naushnikda o'ynashni tavsiya qilaman. Prosta o'yin nerealni qilib ishlab chiqilgan. Do'stingizni o'yinga qo'shib mazza qilib o'ynasanglar ham bo'ladi. O'yin prosta olov do'stlar. Futbol o'yinlari sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosing, obuna bo'ling va обязательно kommentariyada siz qaysi o'yinni o'ynaysiz, kommentariyada sразу yozib qoldirishingizdan chiqmasin va videoning davomi chiqishini xohlasanglar, hozirroq menga obuna bo'lib, mana shu videoni barcha do'stlaringizga ulashib qo'yish esdan chiqmasdan.